Salam qeyrindaşlarım, yaxşımısızlar? Ben bugün kuyog'lim Arafat Tayir için guvalık berishga chiqdim. Men qo'limdagi rasm qizim Gulginaninki ailesi vatandagi. Men o'ttirdi qar kiyim kiygan kuyog'lim Arafat Tayir bo'ldi. 2 yilning oldida Arafatni jazolag'irga akirib ketibdi ekan. Qizim bilan yo'ldoshimning o'rnida Arafatni o'chirib etmagan. Şu vaqtida qizimdan jazolag'irga kirib ketganligini uqqan. Men shu bu balani guvohlik berib surishtisini qilay desam, qudila unmabdi. Bizning bir tala o'g'limiz var, 5 bir bala keldi. Unda qilmisin deb qat'iy unmabdi. Shu bola bizning bo'lmagandan keyin men sabr qilib, oxiri sukutni tutdim. Bultu shundan qizim yo'qab ketdi orliqda. Gap qilsam gap qilmadi, yo'qab ketdi. Bultu orliq bir gap qildi. Voy dada yaxshimi, apa yaxshimi deb, voy bizmi yaxshi tinchlik dedik. Shuning bilan Arafatni so'rasam, "Tex ashada apa" deb shundaq dedi. Deganki, "Balam, biz surishtisini qilaylik, abalning amni izdirak yo'qab ketmisin" desam, "Voy apa ya, unda qilmang, qarab turib uyim buzilib ketmisin" deb qo'z yana unmadi. Yani sabr qildim, ammo bu qitim men chidamadim. Bu kundan kunga zulm ig'irlabassa, tex bu lagerdan chiqqanlar tex tayini yo'q. Opirib ayang zo'lab majbur ishlatyapsa, oilasi, bolalari yolg'iz qolsa, yana biz mushta sabr qilib turdiganga nim degan tugmagan sabr bu deb men shuning bilan bugun oxiri guvohlik berishga chiqdim. Bu Arafat 1990-yili Urumchida tug'ilgan bir talla o'g'ilga, atalarninki, endi qizimning 3 bolasi var. Hozir 3 bolasi bilan sirtda o'tganda bir uy olgan, o uyni tatyaptimish, bo'lginchilar bolalarga bermaymiz deb. Endi hozir bir yerda ijara o'tirib o'tibdi. Hech qanday iqtisodiy kirim yo'q kirdiganga 3 bolasi bilan. Biz iqtisodiy yordam qilamidik. Onundan keyin hech qanday telefon yoki undidarda aloqani qilamidik. Bola nima bo'ldi, nima emas bilmaymiz hozir. Shunglashqa men Xitoylardan bir aqalli huquqimiz bir telefon so'zlashish bolalarimiz bilan. Mush telefon so'zlashishnimi bir yo'l qo'yib berishni, benim qizimning telefonini ichib etishni, men qizim bilan bevosita so'zlashib, ularning ahvollarini hammani bilishimninki bir o'zimning huquqligini, agar kuyog'im lagerda hozirgacha yetayotgan bo'lsa, tezdan shartsiz qo'yib berishni talab qilaman. Xayr, xush qarindoshlar, yana bir qitim programmani ko'rishamiz.